Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa mana keyingi ishlarimizni ham yetkazib kelib o'rnatib oldik. Hop, bitta bunaqa ikkita dilali eshik o'rnatganmiz bu yerga. Eshiklarimiz oq MDFda bo'lgan. Krashinli ko'rinishda, sal arzonroq varianti. Xudo xolasa aynalarimiz qora. Ponni germetida. Zamonlarimiz 3 tadan osha. Eshiklarimiz ponni rezinkada. Xudo xolasa zamonlarimizdan magnet mexanizm. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Eshiklarimiz ponni daborda. Addelki ishlar bor ekan. Xudo xolasa addelki ishlar bitgandan keyin nanishlarni qo'yib beramiz. Bunisiga nanishlarni qoqib chiroyli qilib berganmiz. Xudo xolasa ko'rib baho berishingiz mumkin. Buni ham xuddi shunaqa zamonlari ustadan osha ponni daborda eshigimiz. Ularimizni 950 ming so'mdan qilib berganmiz kvadratini. Hamma yoq ichida osha zamon. Tillalari mana oxirgi eshigimiz. Gullari tilla bo'lgan, 08 MDFda. Ikkiga bir laklasib berganmiz zamonlarimiz. Xudo xolasa bemalol murojaat qila olasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.